muvaffaqiyatli bo'lish uchun yana nima kerak shu tadbirkor siz fikringizcha? Ikkita narsa muhim menimcha, endi hammasi muhimi. Birinchisi kislorod pul. Sotuvni bilmagan odam tadbirkor bo'la olmaydi. Men bo'lmoqchimizdan любой biznesni sotuv отделiga kirgin deyman. Любой biz klient bilan muloqot qilib, birovni molini sotish har doim osonda, o'zingiz molingizni sotsangiz xuddi xijolat bo'ladi. Birovni отдел продажaga kirib shkolani olinglar. Mana o'shaning uchun hozir bizani ko'p loyihalarimizda shogirdlarimiz, mana Centrislarmi, Blackstarlarmi, boshqa Hasan akammi shkola продажalarini olgan yigitlar bilanmiz. Hasan akam man degan $1 million сделкani ham shunday kirib chiroyli muomalasi bilan qaraqa podacha qilishi, yonlarida shogird qilib o'rgatgan. Bular Hasan akam yonlarida 10 yillab shogird bo'lgan yigitlar-da. Bugun biznes egasi Hasan akamdan bizdan o'tib ketgan. Birinchisi sotuv. Lekin pulni boshqarish ilmi. O'sha Hasan va Husan kerakda har bitta biznesga. Hasan akam sotishni qoyillatadilar, pulni kadrni boshqarish backendda Husan. Pul bilan kadrni boshqara olmasangiz ham problema. Ya'ni bu tizim. Biznesni tizimlashtirish deganda men aytaman, o'zi org strukturasini ilmini ham bilmaydi. Bizning tadbirkor org strukturani qanday metodan proba ошибок evolyutsiya bilan o'sgan, Xudo baraka bergan, million so'da davrida. Hali 2x 3x lik davrlarda. Hozir har bitta narsani funksiyani qilmasa, haligi zvyozny xodimlaringiz o'zingizga konkurent bo'lib ketyapti. Undan zavisimiz bor, manipulyatsiya bor. Qo'rqadi tadbirkor. Rasxodi kelibsa tadbirkordan ko'ra o'sha zvyozny xodimi zo'r pul topadi-da. Ana u majbur zo'rg'a точка bezubitisiga chiqmaydi, nolga ham shira olmay boshqotib yuradi. Mendan ko'p pul topyapti deydi. Ilmining haligi zo'r nima bor edi? Biliming yo'q, ilming yo'q, kitob o'qimaysan, treningga bormaysan degan narsa g'irt joyida tadbirkorga. Mana shuni bilish kerak, shuni o'qish kerak, shuni boshqarishni bilsa, finans bilan kadr boshqarish ilmi bor. Hali koordinatsiya, upravleniya, ya'ni mana shuni bilish kerak. Uni xuddi dirijor butun nimani o'ynatib qo'ygandek, doirachisi ham, pianinachisi ham, palonchisi ham degandek, biznes egasi tepadan turib, loyihasini o'zi kitobi qanaqa velosiped ixtiro qilish kerak emas. Bu bilim bizagacha bor. Amerikani, Rossiyani ilmi bor. Prosta bizani tadbirkorlar endi $100, $1000, $2000 to'lab, pul to'lab o'qishni o'rgandi. U mana bizadagi eng manaman degan. Sizlarni ham men 1 yillik byudjetingdan bilsam, kamida $50,000, $100,000 sarflayapti zo'r tadbirkorlar o'zini ilmiga. Akmal Payziyev aytasizmi, hozir Stanfordda zo'r universitetda o'qiyapti. Lazzakan aytasizmi, shkolkalarga borib $50,000 pul. Mana o'zim $38,000 urishni to'ladim. Mana shu bitta hozir org strukturani, finans menejmentni ilmiga. Finans planning. Hasan aka bo'ldi, tushundim xatomizni. Nimaga 50 ta xodimdan keyin charchayapmiz? Nimaga 100 tadan keyin biz уже energiya iznos bo'lyapmiz? Hasan aka mana xuddi 27 yillik opitimiz ham kasalimiz mana bu yerda ekan, shunday aytaman. Nima qilish kerak? Bo'ldi, shak nazar qilamiz. Mana shu zo'r bo'ladi deb urdik, gollarni qo'yib yubordik qaytadan. Bitta gol urasiz, ikkita gol qo'yib yuborasiz. Hamma yana zashitaga yotib olamiz. Ambitsiya zo'r edi, 4 ta gol urishdi, lekin 2 ta gol qo'yib ekansiz. Yana zashitani chiroyli qilib, strukturani, finansi, kadrlarni tizimini endi Husanni chiqishi. Yana yangi loyihaga ambitsiyali zo'r proyektlar chiqib qoladi. Hasan aka buni tizim qilmasdan tashab ketsak, bunga ketkazgan hali capex deydi, har oy ketadigan opexlarimiz bor. Capex degani hali biz qurishga ishlatilgan kapitalni expenditure, ya'ni kapital qo'ygan pulingiz bor, investitsiya qilgan pulingiz bor. Birovni pulini jalb qilgan bo'lsangiz, u ham mas'uliyat. Kredit olgan bo'lsangiz, u ham mas'uliyat. O'zingiz tikkan bo'lsangiz, uni olib chiqishingiz kerak. Pulni ilmini bilmaydi, hisoblashni bilmaydi, pulini bahosini bilmaydi. Joy o'zimniki-ku deydi, arendadan ko'ra ekonom qo'mida, o'zingning joyini birovga arendaga bersang qancha pul toparding, sen o'shani rasxodingga o'tkazibsanmi? Amortizatsiya nima, uni bilmaydi. 100 so'm oldim, 110 so'm sotdim. Foydadaman deb yuribdi-da ko'p tadbirkorlarimiz. Bu bo'ldi. CEO'ni oyligi nimaligini. CEO o'ziga o'zi oylik bermaydi. Otgan puli yaxshi deydi yoki kerak emasda uyiga, dachasiga, to'yiga ishlatib yuboradi. Minusda bo'lib, birovni hali nasiyasini pulini yeb qo'yadi, uni pulini yeb qo'yadi. Bir paytlar zo'r bo'lgan eng zo'r dilerlarimiz shu orqaga qolib ketdi. Nimaga? Elementarni sal qo'li pul ko'rgandan keyin yoki nasiyani ko'proq bergandan keyin pulim ko'paygan deb o'yladi. Elementarni finans menejmentni bilmaydi-da. O'shaning uchun sotuv muhim, lekin sotuvdan, ya'ni gol urish muhim, lekin zashitani qoyillatib gol urish kerak-da. Zashita bu pulni boshqarish, kadrlarni boshqarish ilmida. Ya'ni sotuv, finansi и HR. 3 ta eng global muvaffaqiyatli bo'lish kerak. Ko'rsatardim. Ko'rsating, Hasan aka bo'ldi, ko'rsatdim. Ko'rsatdim. Hasan aka. Ko'rsating. Do'stlar, men bu hali hadya deb berdim. Aka, mayli planingiz reklama qilgani keldingizmi dedilar. O'shaning uchun men reklama qilmayman. Bir jahl qilib qaraqa berdim. Tushundim, turban ketmoqchi edim ko'rsatib. Mana bu yerda ilmi bor-da. Men mana shu 18,000 $38,000 ga olgan narsani shuni rasmini olaman-da, kitoblarni mag'zini o'zimga yig'aman. O'g'limga tushuntirganda ham tushuntiraman. Bolam,
mana bu yerda funksiya vладельца bor, asoschining funksiyasi bor, biznes egasini mana bu yerda CEOning funksiyasi bor. Mana bu yerda bo'limlar bor, ya'ni sen qilishing kerak bo'lgan asosiy funksiyalar bor. Korxonaning nimasi mana kamida biznes egasi boshqaruvni qoyillatish kerak. Boshqaruvni o'zida biznes egasi findir bor, boshqa bor, ya'ni siyosati bor, bezopasnosti bor, marketing strategiyasi bor, brendi bor. Umuman qayerda bu biznes egasi qiladigan narsa. Direktori roli ham bor. Mana bu shlyapala degan ibora borda, bizning tadbirkor boshida 1000 ta shlyapasi bor. O'zi asoschi, o'zi CEO, o'zi finansist, o'zi sotuvchi, o'zi xodim, o'zi qo'rg'ul, hamma narsa. Bitta xodim olishga qorni og'riydi, rasxod deydi. Yo'q, sen o'saman desang, yo, ham butun umr men oylikka ishlagandan ko'ra menga 1000-2000 dollarim bor desang, bo'ldi, sen tirikchilik qilasan. Lekin sen zo'r xavoz qiladigan, Korzinkoga o'xshagan set qilaman, palonchi qilaman desang, sen ilmini bilishing kerak. Amerika ixtiro qilmagan, retsepti bor. Mana sen o'shaning uchun muhim narsa nima? Umumiy menejment, ya'ni mana bu yerda biznes egasi qilish kerak bo'lgan vazifa bor. Biznes egasining qanotlari bu HR bor, ya'ni HR strukturasi bor. Ya'ni kadr, HR deganda ko'pchilik bizda отдел kadrov tushunadi, трудовой knishi. Yo'q, bu yerda butun boshlar har bittasi xodimni olishi, naymi, o'rgatishi, nazorati, o'qitishi, hammasi bor, ha. Ya'ni uni KPI-larini nazorat qilish, buni qiladi. Buni bizlarniki yo'q, finansiy departamentni bo'yniga yuklab qo'yamiz-da, buxgalteriyaga san mas'ulsan, yo direktor bo'yinda. Yo'q, bu har bittasi o'zi qiladigan ishi bor. Ikkinchisi marketing, savdo. Kichkina bizneslarda o'zi marketolog, o'zi sotuvchi biznes egasi, kattaroq bo'ldimi, ishxonada dvovatnon bo'ladi. Undan ham kattaroq bo'lsa, alohida marketing, alohida sotuv bo'limi bo'ladi. Undan keyingisi finans, moliya bo'limi bor. Uni har bittasi pulli tushumlariga, pulli rasxodlarining rejasiga, butun mulkini inventarizatsiyasi-yu, solig'ini, nimasi-yu, hammasiga mas'ul bo'lgan biznes egasi hammasini zo'r bila olmaydi, bilishga fizik ulgurmaydi. Boshlaganida faqat sotuvni qilgan kattalashtimi, xodimlarni boshqarishi o'zi butun boshli ilmda. Operasionka eng asosiy, men bilan siz biznesingizga qolgan bizneslarga hammasi to'g'ri keladi. Marketing ham, HR ham, finans ham to'g'ri keladi. Bir xil buxgalterni ko'chadan olsak, bir xil HR ko'chadan olsak, bir xil SMM'ni, sotuvchini ko'chadan olsak bo'ladi. Eng asosiy farq qiladigan narsa o'sha ishlab chiqarish, operatsionni departamentimiz deydi. Men ko'rsatuvam ishlab chiqarish qotida, bu qanaqa qiladi? Aptekaniki boshqa, quruvchiniki boshqa, o'quv markaziniki boshqa, istalgan nima. Mana shuni xatyabi 4 ta ustuni bo'lsa, mana bu bor. Buni tepadan birish kattalashgan sari bu ustunlar yana borgan sari ko'payaveradi. O'shaning uchun biznes egasi shuni bilib olsa, Amerika ixtiro qilmaydi. O'zicha sistema izobrat qiladi. Qilmagan sangacha bor sistema. Sistema deganda ko'pchilik yo CRM tushunadi, yo bilmayman, kichkina adnesni tushunadi. Yo'q, bu sen butun tepadan qarash ilmini bilishing kerak. Zo'r biznesmen bo'lmoqchi bo'lsang, senga bu bilim kerak. O'smoqchi bo'lsang bo'ldi. Kecha hali yegan narsani bugun yemaydi. Sen qo'y, futbol jamoasiga o'xshab kimdir faqat napadeniga qarash kerak. Kimdir faqat varataga qarash kerak. Kimdir faqat levi защитаga, kimdir pravi защитаga, kimdir pravi kontrga, kimdir nimaga, kimdir sentrga degandek hammasini o'zining vazifasi bor. Sen shunga mas'ulsan demasa, universalni soldat bo'ladi. Uni ham buni ham kim xo'p desa hamma ish buyuraveramizda, keyin o'sha xo'p degan xodim ketib qolsa, biznes shuna kirib ketadigan joyga kirib ketadi. O'zimiz ham shu xatolarni qildik-da, en faktorda. Zo'r qizlarimiz bor, Dildora degan. Bo'l erga tegdi, eri ruxsat beradi. Butun biznes o'sha qizga bog'langan. Shirinni bu problema emas bu. Menda ham shunaqa menejerlar bilan. Buni hammasi qizlarimizda shunaqa, bunda qarayman, deyman. Keyin hozir mana yigitlarimiz bor hozir. Tohir, Javohir biladi, yaqinda o'ylandi. Ishqilib sani xotining yo'q demaydi-mi? Chiqishingga ikki qat bo'lmaysanmi deb hazillashib qo'yaman masalan yigitlarga.